Hozir otni uzi qilish jarayoni RKP T1 modeli orqali. Oyoqlar boylanadi, buni biroz boylangan. Xo'p, xomla, mana. Mana g'ovakchaning ichida turibdi mana dumaloq. Mana. Ko'rdingizmi? Xuddi mollarnikida, faqat bularda karinkullar ko'rinmaydi mana bola. Ko'rdingizmi o'rtada? Oqlar. Oq. O'shami? Ana shu bola. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Mashallah. Mana shunday ko'rinadi bola otda. O'tgan safar sal teparoqdan chiqmovdimi? U kattaroq. U kattaroq edi-da. Ha, u katta, bu kichkina. Ha, bo'ldi. Farqi bormi? To'g'rimi? Bo'ldi. Shuni aytyapman-da. Xo'sh, mana sidik fak. Mana. Sidik fak oqishoq bo'ladi. Ichkariga sekin o'ynatib, qilib bo'ladi. Sidik fakdan keyin mana tirsakkacha kirib boramiz. Otlarda murakkabroq uzi qilish jarayoni ehtiyot bo'lish kerak. Otlarda mana qisilgan vaqtda hech qachon itarish kerak emas mana. Tepada turibdi, hali pastga tushgani yo'q. Bu degani bachadoni bu anusda turibdi. Ana shundan shunaqa qarag'ida. Past teparoqda edi. Yo'q, siz u sal osilganda, u kattaroq edi sal. Kattarog'ida? Ha, sal katta. Aka bir kunda o'zgaradi. Da? Suyuqligi bir kunda o'zgaraveradi. Xayrli. Masalan, bir oylik ko'rinmasa, 31 kunlik уже ko'rinadi. Ha, bir kunga ham o'zgaratding. Bir kunda ham o'zgaradi. 35 mi 40 kunga yaqinlashdi. Buni-ku 4-mayda boshlaganman. 4-da 2 ta, 5 bitta, 6 bitta, 7 bitta. Shunda 4 marta, 5 marta bo'ldi. Oxirgisidan hisoblanadi-da. 7 deb qo'yilgan bo'ladi. Oxirgisi 7 da qo'ydim. Oxirgisi hisoblanadi. Otlarni uzi qilish jarayonlarini kuzatib boringlar. Bizni Texnovet kanalini kuzatinglar. Kimga uzi apparatni o'rgatish kerak bo'lsa bizga murojaat qilinglar va uzi apparatlar bizda bor. 13 xil turdagi uzi apparatlarimiz bor. 2 yil garantiyasi va o'rgatib berish xizmatlarimiz bor. Mana akamiz Pashti bir hafta bo'ldi. Biz bilan frontda xizmat qilyapti. Har kuni akam bilan hozir diplom yozib beramiz akamga. To'g'rimi aka, o'rganyapsizmi ancha? Yaxshimi? Xohlasangiz ham bir oy yuringlar. Akam pashti bir hafta bo'lib qoldi. Hozir men otni birinchi marta uzi qilish jarayonini ko'rsatib berdik. Endi qolganlarini o'zlari sekin diplomni yozib beramiz-da. To'g'rimi aka? Bizni kuzatishda davom etinglar. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.